Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Mana bugun 9-oktyabr asosida mana Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha Centermayer reyslarida mana registratsiya jarayonlari boshlangan edi. Aynan mana shu reysga mana hozir passajirlarimiz mana sog'-salomat o'tib qolishdilar. Hali yana mana akalarimiz hozirda turishibdilar. Mazkur bo'lsa yangiliklarni, jarayonlarni ushbu YouTube kanalimizdan, Telegram hamda Instagram tarmoqlarimizdan kuzatib boraverasizlar aziz vatandoshlar. O'zimiz mana har kunlik reysga har doim aeroport Pulkovada nasib bo'lsa yaqindan har birlaringizga yordam berib o'tamiz. Biletlar masalasi bo'yicha aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari, ushbu videoni ostidagi nomerlarga aloqa chiqaraverasizlar. Nasib bo'lsa sizlar uchun aviakassa va surxon xodimlari xizmatingizdamiz. Mana aziz vatandoshlar, ushbu passajirlarimizning mestalarini ko'ryapsizlar. 9F o'ynanib qoldi. 9G, ya'ni yo'llarda o'tirib ketadilar. Ona bola passajirlar edi. Talab va istablarga binoan mestalarini bir joydan qilib berdik. Shunaqa yaqindan yordam berish, udobstvo va xizmat ko'rsatishlarimiz bor. Albatta har birlaringizga aloqaga chiqaverasizlar aziz vatandoshlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.